Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Amarkets brokerlik kompaniyasidagi hisob raqamimizni yangi qo'shilgan to'lov tizimi orqali to'ldirishni o'rganamiz. Buning uchun o'rtoqlar my.amarkets.uz saytiga kirib olamiz va shaxsiy kabinetimizga kirgandan keyin Poponit tugmasini topib mana shunga bosamiz. Kartalar bo'limi ko'rinadi. Bu yerda o'rtoqlar agar siz UzCard, Humo yoki boshqa to'lov tizimidan bo'lsa, mana shularni tanlaysiz. Hozir esa biz mana shu ko'pchilikni qiynayotgan Visa, Mastercard, TourPay tizimi orqali qanday qilib to'lov qilishni o'rganamiz. E'tibor qiladigan joylari bor o'rtoqlar. Minimal bu yerda limit $10 dan boshlanadi, maksimal esa $1,500 Siz o'ylamang, yo'q, men $2,000 kiritmoqchiman, $1,500 dan oshiq kirita olmaymanmi deb. Yo'q, albatta kirita olasiz. Buni hozir tushuntirib beraman. Demak, bundan oldin e'tibor qiladigan joyimiz Amarketsni talablarini bilasiz. Ya'ni agar siz standart hisob ishlatadigan bo'lsangiz va haligacha umuman biron marta savdo qilib ko'rmagansiz va biron marta hisob raqamingizni to'ldirib ko'rmagansiz, demak siz birinchi depozit qoidasiga amal qilishingiz kerak. Ya'ni Amarkets brokerlik kompaniyasida standart hisoblar birinchi marotaba to'ldirilayotganda eng kami $100 ga to'ldirilishi shart. YSN hisob raqamlari esa $200 ga to'ldirilishi shart. Agar siz u hisob raqamlarini $10 yoki $20 yoki mayli $99 ga to'ldirib qo'ysangiz ham savdo qila olmaysiz. Shu narsaga e'tibor qiling va agar siz savdo qilishni boshlagan oldindan savdo qilib kelyapsiz, mana shu to'lov tizimi orqali savdo qilmoqchiman deydigan bo'lsangiz, hisobingizni eng kami $10 dan boshlab mana shu to'lov tizimi orqali to'ldiraverasiz. UzCard, Humo boshqalarda esa eng kami hozir bizda minimal depozit bu yerda $5 ko'rsatilgan. Komissiya 0, asosiysi va sizni to'lov tizimingiz orqali to'lagan to'lovingiz 15-30 daqiqa ichida hisob raqamingizda ko'rinadi. Demak, tanlaymiz. Tanlagandan keyin kiritmoqchi bo'lgan summamizni yozamiz. Bu yerda eng kami qaranglar, men hozir 5 yozaman, 5 tushmaydi. Mana bittasini limiti deyapti, bitta tranzaksiyani limiti $10 dan $1,500 ga. Shuning uchun men eng kam $10 yozsam, mana Poponit shu tugmasi menda yonadi va 1500 yozsam ham menda yonadi. Lekin men bu yerda 1501 yozsam ham yonmaydi. Sababi maksimal bitta to'lov orqali to'lash imkoniyati sizda $1500 gacha. Siz hisobni to'ldira olasiz. Misol uchun $2000 ga, birinchi $1,500 ga to'ldirasiz va undan keyin yana $500 ga alohida to'ldirasiz. Cheksiz, ya'ni qarang. Bu yerda cheksiz, umumiy summa bu yerda va mana shu imkoniyatlar cheksiz. Misol uchun $1,500 dan siz 10 marta tashlang va $15,000 kiriting. Farqi yo'q. Birdaniga bittada to'ldirayotganingiz $1,500 dan oshib ketish kerak emas. Demak, hozir biz eng minimal depozit, ya'ni $10 ni to'ldirib siz bilan ko'ramiz. Poponit tugmasiga bosamiz. Bu yerda ko'pchilik xato qilayotgan joyga albatta to'xtalib o'tishimiz shart. E'tibor qiling o'rtoqlar, bu yerda mana karta raqami, amal qilish muddati va CVV albatta Visa karta bo'lganligi uchun yoki Mastercard farqi yo'q. Bu yerdan karta ma'lumotlarimizni to'ldirib olamiz. Karta ma'lumotlarimizni kiritib olamiz, ya'ni birinchi kart number degan joyga karta raqami va ikkinchi qatorda esa bu yerda amal qilish muddati. Undan keyin o'rtoqlar CVV ni kiritishimiz kerak bo'ladi. Va eng asosiysi ko'pchilik xato qiladigan joylarga to'xtalamiz. Bu yerda o'rtoqlar full name degani bu sizni to'liq ismi sharifingiz, ya'ni Visa kartada yozilgan ismi sharifingiz. Misol uchun siz Shahzod bo'ladigan bo'lsangiz, Shahzod deb yozilgan bo'lishingiz mumkin. Ana shu tartibda. Misol uchun mana Bekzod Rahmatov. Misol uchun men ismim Bekzod bo'lishi mumkin, lekin pasportda yoki mana shu Visa kartalarida Bekzod yozilgan bo'lsa, ana shu tartibda yozamiz va bu yerda telefon raqam so'raladi. Aslida bu yerga istalgan email va istalgan telefon raqam qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin men buni tavsiya qilmagan bo'lar edim. Chunki siz hozir to'lovingizda xatolik chiqadigan bo'lsa yoki nima bo'ladigan bo'lsa, siz buni tiklab olishingiz va bu orqali murojaat yuborishingiz uchun hamma ma'lumotlar to'liq kiritishligi sizni o'zingizga foydaga ishlaydi. Demak, bu yerda telefon raqam kiritamiz. Ma'lumotlarni to'ldirib olamiz, ya'ni karta raqam hammasi to'liq kirdi. Ism, familiya, mana bu yerda o'rtoqlar ism, familiya. Ko'pchilik ismini yozib qo'yapti va bu xatolik keltirib chiqaradi. To'lovingiz amalga oshmaydi. Endi esa mamlakat. Bu yerda albatta O'zbekiston U harfini bosadigan bo'lsak, mana ular davlatlar kelib chiqadi va mana shu yerdan O'zbekistonni tanlab qo'yamiz. Biroz pastga tushamiz o'rtoqlar. Pastga tushganimizda bizda endi qaranglar, ko'pchilik yana qiynaladigan joy. Shahar. Asosiysi mana shu yerdan boshlang. Misol uchun siz Samarqanddansiz. Ya'ni Samarqand deb yozing. Misol uchun Toshkent bo'lsa Toshkent. Men bu yerda randomli adres qo'yapman va endi Sambit tugmasiga bosaman. Yana bir e'tibor qiladigan joyi, Sambitga bosishdan oldin ko'pchilik xato qilib qo'yapti. Ya'ni telefon raqamini kiritayotganda mana bu yerga plyus qo'yib qo'yishyapti o'rtoqlar. Agar siz plyus qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni +998 qilib telefon raqamini kiritadigan bo'lsangiz, bu xatolik bo'ladi.
Ya'ni pulingiz qo'ymasdan turib telefon raqamini kiritish kerak. Ana shunda to'g'ri ma'lumot kiritilgan bo'ladi. Endi o'rtoqlar, biz karta raqami hammasini kiritdik, ma'lumotlarni mana shu tartibda to'ldiramiz va submitni bosamiz. Biz boshqa saytga yo'naltirilamiz. O'rtoqlar, e'tibor qiling, sayt manzili o'zgaradi va sizni bankingizni to'lov tizimi ishlaydigan saytga yo'naltirilyapti va bu yerda mana SMS kod, hozir uzum Visa kartasini kiritganligim uchun uzumga SMS kod keldi va men ana shu SMS kodni endi kiritishim kerak. Visa kartangiz ulangan telefon raqamiga boradi bu yerda albatta SMS kod va SMS kodni kiritamiz. Bizning kodimiz hozir 95651. 95651. Va o'rtoqlar, men hali hech narsaga bosganim yo'q. Kodni terishim bilan o'zi avtomatik tarzda hammasi bo'lib ketadi va marhamat, bizda tranzaksiya mana $10 hozir обработкада va bu hozir qabul qilinishi kerak. Demak, главный bo'limiga o'tganimizdan keyin mana shu yerda o'rtoqlar, men boya ta'kidlab o'tdim. Boshida, ya'ni hisob raqamda qancha muddatda pul paydo bo'lishi 15 daqiqadan 30 daqiqa ichida pulingiz ko'rinadi. Shuning uchun voy pul chiqib ketdi mendan deb vahima qilmaysiz. Asosiysi sizda pul ketganligi sizga SMS tarzida keladi va ana shu SMSda siz ko'rasiz, haqiqatan pul yechilganmi. Ha, yechilgan bo'lsa, sizning pulingiz 15 daqiqadan 30 daqiqa ichida mana shu hisobingizda paydo bo'ladi. Buning uchun obnovить tugmasini bosib tursak, bu yerda paydo bo'lgan bo'ladi o'rtoqlar. Bizni ko'p kuttirmadi o'rtoqlar. Soatimiz hozir 15 dan 21 daqiqa o'tdi. Biz esa to'lovni 15:19 da amalga oshirgan edik. 2 daqiqa ichida pulimiz kelib tushdi. Endi esa bu pulimizni savdoda bemalol ishlatishimiz mumkin.